Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugun to'g'ridan to'g'ri ish haqida sizlarga yetkazaman. Yevropada ishlayotganlar uchun mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va faol kuzatib borsangizlar, hamma yangilikdan har kundagiligini aytib boraman. Yevropada qanaqa ishlar bor, qanaqa takliflar, usloviyalar, shartlar, nimalar qilish kerak, qanday hujjatlar, qayerga borish kerak, hammasi haqida ma'lumotlarni yetkazaman sizlardan. Esa videoni oxirigacha kuzatinglar va aniq xabar ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ruminiyada fura haydovchilari uchun yangi qabul boshlanyapti. Agar sizda SE toifali haydovchilik guvohnomasi va fura boshqarishda ijobiy tajriba bo'lsa, fura haydashda bu imkoniyat aynan siz uchun bo'ladi. Demak, ish beruvchi kompaniya O'zbekistonga kelib 25-26 aprel kunlari amaliy imtihon o'tkazadi. Ya'ni furani haydatib o'tkazadi. Fura haydab ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni o'sha tajribali haydovchi ekanligingizni. Ish o'rnini taklif qilayotgan xususiy bandlik agentligi Trond World Corporation XPA mas'uliyat cheklangan jamiyati litsenziyasi 0076 tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda nima deyilyapti? Ish o'rinlari fura haydovchisi ish haqqi 2500 dan 2700 yevrogacha. Talablar va imtiyozlar. Talablar: erkaklar 21 yoshdan 61-60 yosh oralig'ida bo'lishi kerak. SE toifali haydovchilik guvohnomasi, chip va taxo kartalari bo'lishi shart. Rus tili boshlang'ich darajada bilishi kerak. Hech bo'lmasa, qarang, Ruminiyaga borsangiz ham hech bo'lmasa rus tilini bilishingiz kerak va bu sizga ishga borishingizga ustunlik bo'ladi ekan. Ya'ni Ruminiya tilini bilish shart emas. Imtiyozlarga keladigan bo'lsak, imtiyozlar bu tibbiy sug'urta, xavfsizlik, ish beruvchidan rasmiy taklifnoma, oson va tez ro'yxatdan o'tish. Anketa to'ldirish xohlasangiz, opisaniyada bossangiz, mana shu sarlavhani ustiga bossangiz, pastda opisaniya yozilgan va shu yerda silkani yozib qo'yaman. Agentlik taklif qilayotgan boshqa vakansiyalar ham bor. Bu Latviyada yo'l qurilish ishchisi, ish haqqi 1500 yevro. Ariza qoldirish va savollar bo'yicha ham xuddi shu yerda opisaniyada yozib qo'yganman. O'qib, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Men eslatmani yana bir marta aytib o'taman. Mehnat shartnomasi to'g'ridan to'g'ri ish beruvchi bilan tuziladi. Hech qanday holatda Trond World o'sha mehnat shartnomasi yo ishga joylashtiruvchi ish beruvchi sifatida ishtirok etmaydi. Ishga joylashtirish mutlaqo ixtiyoriy asosda to'g'ridan to'g'ri Ruminiyada mana shu pastdagi silkaga kirasizlar va arizalaringizni qoldirib, keyinchalik sizlar o'sha mana shu qoldirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, qayerda borishlaringiz, qaysi manzildaligini aytib o'tadi. Ma'lumotlarning to'g'riligiga esa faqatgina Trond World xususiy bandlik agentligi javobgar hisoblanadi. Lekin ish beruvchi to'g'ridan to'g'ri Ruminiyadan bo'ladi. Demak, yaqinlaringizga tarqatinglar. So'nggi yangiliklar xorijda ish kanali orqali mana shu Ravshanbek 134 obuna bo'lib qo'ying va yaxshi yangiliklarni sizlarga albatta yetkazib boraman. O'zingizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani omadini bersin.